Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Obunachilar, bugungi joyimiz Soybo'ydan 5 sotixlik hovli sotuvga chiqdi. Mana shu ko'rib turgan joylar Samazahvat, sizlarga bonusga tashab ketiladi. Kamida 4 sotuq, 5 sotuqlik joy bor. Bunga bog'moq qilib, yashil zona qilib, qarab o'tirsanglar bo'ladi, chiroyli qilib. Bu joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Yangi bozor Internatsional mahallasida joylashgan. Yo'llarni ko'rsanglar bo'ladi. Havosi toza, salqin joylar. Mana shu hozir to'g'ridagi hovlimiz sotilyapti. Mana shu 3.5 metr yo'lakcha uy egalari o'zlari xonadonni ajratib beryapti, yarmini. Mana shu hovlimiz. Mana shu joyimizga bemalol 2-3 ta mashina bemalol sig'adi. 4 xonali uyimiz. Bu yoqda tapchan, bu yoqda teplitsa qo'yishgan va yana bu yoqda ko'chamiz ikkinchi tarafida katta yo'lga, trassaga 70 metr, 80 metr masofada chiqadigan yo'li. 4 xona uylari, gaz, svet, suv, kommunikatsiya hamma xizmatlari o'tgan. Uzluksiz ishlaydi bu yerda. Kelib turib yashashga sharoit bor. Ishlarni ham ko'ramiz. Hozircha kelib turib, keyinchalik chiroyli uy qurib yashasanglar, mahalla zo'r mahalla, tinch mahalla. Bismillah. Gaz xonasi. Bu yerda kirganimizda o'ng qo'lda 2 ta xona. Teglari pol hamma xonalari. Chap qo'limizda bitta spalni. Gaz отопление hammasi bor. Bu yoqda bitta zal. Bu joyimizga 50 ming dollar so'ralyapti. Yana o'tadigan joyi bor. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ko'rib, ustida yana barakalashsanglar bo'ladi. Narxidan o'tib beriladi. Asosiysi mahallamiz juda ham tinch. Shovqin yo'q. Havosi toza. Zo'r joylar. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar, batafsil yana ko'rsatamiz, tushuntiramiz.